Hammaga assalomu alaykum. Menga ko'p odamlar video jo'natyapti. Qayerda Nikolay Valuyev O'rta Osiyo to'g'risida har xil gaplar gapiryapti. Menimcha bu искусственный intellekt bo'lsa kerak. Lekin unaqa bo'lmagan bo'lsa, o'zbek xalqimdan uzr so'rayman. Shu paytda unga tegan ularlar hozir tasavvur qilyapti shekilli. Endi u hazil, lekin o'zingizlar bilasizlar, hozir misol Shavkat Miromonovich va Vladimir Putin отношениялari juda yaxshi. O'zbekiston bilan Rossiya aloqasi juda yaxshi. Mana shunaqa Valuyevga o'xshagan odamlar muchit qilyapti hamma yoqda, bunaqa vijir qilib. Unaqa ahamiyat bermanglar unaqa odamlarga. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Va nima demoqchiman? Valuyevni kallasini joyiga qo'yish uchun bitta jang kerak bo'lsa, men tayyorman. Va bu safar Xudo xolasa jangdan keyin u butun O'rta Osiyoni shunaqa yaxshi ko'radi va unaqa bemaza gaplar hech qachon gapirmaydi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.